Bugungi mavzu elektroliz. Tushunarli? Endi qarang. Oldin ham aytganmiz. Agar misol uchun termoliz bo'lsa, issiqlik ta'sirida parchalanish degan tushuncha bor edi bizda. Gidroliz degan mavzuni o'tdik. Gidro degani suv deganimi? Lizis. Gidro, ya'ni suv bilan parchalanish jarayoni. Ya'ni lizis so'zi bu yerda parchalayman degan ma'noni keltirib chiqaradi. Tushunyapsiz-a? Endi o'z-o'zidan elektroliz desa ham u tushunishi mumkin. Qanaqa ekan? Elektr toki bilan parchalayman degan. Kelishdik-a? Endi yana ham to'liqroq qilib aytadigan bo'lsak, elektroliz o'zi nima desa, biz yana bitta mavzu o'tdik. Oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari degan mavzu o'tdik. Eslaringizda bormi? Demak, o'sha oksidlanish, qaytarilish reaksiyasida elementlar o'zaro bir-biri bilan elektromanfiyliklarini o'rtasida bo'la turgan farq hisobiga, ya'ni reaksiyani hisobida bir-biridan elektron oldi berdisi bo'lishini hisobiga oksidatsiya darajasi o'zgaryapti. Shuni hisobiga boradigan reaksiyani biz nima deganmiz? Oksidlanish, qaytarilish reaksiyasi deganmiz. Unda kimdir oksidlovchi bo'lgan, kimdir qaytaruvchi vazifasini bajargan. Endi nimaga bu mavzuni ham eslayapmiz desa, sababi elektroliz degani elektr toki yordamida boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalariga nisbatan ishlatiladi. Elektroliz degan termin nima ekan demak? Yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yozib qo'ying. Elektroliz nima degani? Elektroliz bu elektr toki ta'sirida boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari. Bo'la qo'yinglar tez-tez. Elektr toki ta'sirida boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari. Tez yozinglar faqat. Ko'p narsa bor, o'rganish, ulgurishimiz kerak. Endi qarang. Bizda aytaylikki, mana bu idish. Men elektroliz qilishimiz mumkin bo'lgan qurilmani eng sodda variantini maksimal tushuntirishga harakat qilaman sizga. Qarab turing. Mana bu idish, bu inert moddadan yasalgan bo'lishi kerak. Ya'ni elektroliz natijasida kislota hosil bo'lishi mumkin, ishqor hosil bo'lishi mumkin va har xil kuchli reaksion qobiliyatiga ega bo'lgan mahsulotlar hosil bo'lsa, ular bilan reaksiyaga kirishib ketmaydigan modda bo'lishligi kerak. Tushunarlimi? Ya'ni endi mana shu idishda mana bunday ikkita elektr tokini o'tkazadigan mana bu narsalarning nomini biz elektrodlar deb ataymiz. Nimadir ekanmiz? Endi qarang, ikkalasi mana ikkita narsa idish va unga tushib turilgan mana bu narsalar elektrodlar. Idishning nomini biz boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, elektrolizyor deymiz, yo bo'lmasam elektrolitik vanna deyiladi. Tushunarli? Ko'proq demak elektrolizyor qurilmasi mana shu idish. Kelishdikmi? Ana endi mana buni nomini nima derkanmiz? Elektrod. Elektrod ba'zi adabiyotlarda yana berish mumkin, klemma deyiladi. Nima deyilar ekan? Klemma. Klemma, elektrod yoki klemma. Endi elektrodlarimizni ko'rib turibsiz, ikkita ekan. Ikkala elektrodimizni ham o'zini alohida ismlari bor. Masalan, bizda elektroliz jarayoni doimiy tokda amalga oshiriladi. Doimiy tok kimda bo'ladi? Akkumulyatorda bo'ladi. Akkumulyatorni plus va minus tomoni bor, bilasizlar. Endi mana bu plus tomoniga olib kelib ulanganining nomini anod deb ataymiz. Nima derkanmiz? Mana bu elektrodni ismi anod. Nimaga? U plus tokka ulangan. Endi minus tokka ulanganining ismini esa nima derkanmiz? Katod deymiz. Tushunarli-a? Ana endi qarang. Anod va katod qismlaridan iborat bo'lar ekan va bu yerda elektroliz bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar nima bo'ladi bu yerda desa, ikki xil narsa bo'lishi mumkin. Bittasi eritma bo'lishi mumkin. Biror narsani eritmasi. Ya'ni elektrolit eritmasi bo'lishi shart. Tushunyapsiz-a? Kimning eritmasi bo'lishi kerak ekan? Elektrolit eritmasi bo'lishligi shart.
Ikkinchi narsa nima bo'lishi mumkin buni ichida? Bo'lishi mumkin suyuqlanma bo'lishi mumkin. Demak, masalan, natriy xlorni yuqori temperaturada qizdirsangiz, u nimaga aylanadi? Suyuq holatga aylanib qoladi. O'sha suyuqlanma ham elektrolit hisoblanadi. Nimaga elektr tokini o'tkazadi? Endi bundan biz mana bunday elektroliz qurilmasiga solib qiladigan bo'lsak, mana bu katod va anodlarda oksidlanish, qaytarilish jarayonlari bo'lishi mumkin. Tushunarli? Xullas, bunda elektrolizer bilan qanday holatdagi moddalarni elektroliz qilishimiz mumkin ekan? Baribir elektrolit bo'ladi. Elektrolitni eritma ko'rinishida va suyuqlanma ko'rinishida elektroliz qilishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Ana endi qarang. Aytaylikki, mana shuni ichida A, B degan aytaylik modda bor. Bu elektrolit. Buni tushirdim. Ular tezda ionlarga nima qiladi? Parchalanadi. Ya'ni A+ va B- ionlarni hosil qiladi. Ya'ni musbat va manfiy ionlarga parchalandi. Endi mana bu qurilmaning ichida qarab turing. Musbat ion, ya'ni A ion ikkala tarafdan qaraydi. O'ziga nisbatan teskari zaryadli elektrod tomonga qarab boradi. Ya'ni ketdi. Qarang, mana qayerga ulangan edi, qarang. Plusga, manochi minusga. Demak, mana bu manfiy elektrod, bizga plus zaryadli mana bu ion shu yerga keladi. Nimaga? Teskarida o'ziga nisbatan. O'zi plus kimga boryapti? Minusga boryapti. Mana bu minus o'zi plusga ulangan elektrodga boradi. Ya'ni qarama-qarshi tomonlariga boradi. Endi qarang. Biz musbat zaryadlangan zarrachani katodga kelganligi uchun musbat zaryadli zarrachaga nisbatan kation degan ism berganmiz. Demak, kation degani nima degani ekan? Aslida minus elektrodga boruvchi degani. Ma'no jihatdan agar. Tushunarli? Xo'p, endi so'zma-so'z perevod qilmayapmiz biz. Katod degani demak bilingki, minus elektrod, kation o'sha katodga boruvchi degani. Mana buchi. Bu anodga boryaptimi? Shuning uchun uning ismi nima deyilar ekan? Anion deb ataladi. Tushunarli? Unga nisbatan anion degan terminni qo'llaymiz. Xo'p, davom ettiryapmiz. Endi mana ikkalasini alohida qilmak yozib olyapman, qarang. A plus ion, ya'ni buni ismi nima edi? Kation edi. Kationda haligida aytdikki, elektroliz nima degani desak, elektroliz degani bu dedik. Elektr toki yordamida boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyasi dedik. Qani oksidlanish, qaytarilish jarayoni desa, mana. Demak, kation katodga keldi. Katodga kelsa, buni bitta elektroni yo'q. Endi nechta elektron bo'lsa-da, endi unda zaryad necha bo'lsa kationda. Bizda hozirgi holatimizda bitta plus turibdimi? Demak, bitta elektroni yo'q bunda. Shuni elektronlarini katod beradi unga. Elektroningni deydi. Berdi. Bu katod 0 ga o'tdi. Ya'ni bu yerda oksidlanish jarayoni bo'ldimi, qaytarilish jarayoni bo'ldimi? Qaytarilish jarayoni bo'ldi. Tushunarli? Demak, katodda qaysi proses jarayon bo'lar ekan? Qaytarilish. Demak, men yozib qo'yapman. Katodda qaytarilish jarayoni bo'lyapti. Tushunarli? Endigi navbat qayerda ketdi? Anodda. Qani anodda nima bo'lar ekan? Qarang, anodga B keldi. Bu B da minus deganimiz bitta o'ziga tegishli bo'lmagan elektron bor. Bir dona. Demak, uni elektr toki olib qo'ygan-ku. Nima qilib qo'ygan-ku? Bu mana A dan olib qo'ygan-ku. Shuning uchun elektr toki haligindagi ortiqcha elektronni olib qo'yadi endi. Tushundingizmi? Demak, uni B 0 ga o'tkazyapti. Ya'ni bu yerda qanaqa proses bo'ldi? Oksidlanish bo'ldi. Minusdan 0 ga o'tyapti. Yuqorilanyapti oksidlanish darajasi. Shuning uchun oksidlanish jarayoni bo'ldi bu yerda. Kelishdikmi?
Ana, demak, katodda nima bo'lar ekan Shavozbekova? Katodda qaytarilish, anoddachi oksidlanish jarayoni bo'ladi. Kelishdikga, demak, katod va anodni ikkalasini vazifasini yaxshilab bilib oling. Mana aslida bo'la turgan jarayon. Kelishdikmi? Endi bundan keyingi bo'ladigan o'zgarishlar bu elektrolizdan keyingi jarayonlar endi. Tushunarlimi? Savollar. Hamma tushunda? Yaxshi. Endi qarang. Elektrolizga uchraydigan moddalarni biz turlarga bo'lib o'rganib chiqamiz. Umumiy uchraydigan elektrolizga uchraydigan moddalar. Xo'p, masalan, qarang. Birinchi bo'lib eritmalar asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun biz asosiy e'tiborni eritmalarda elektroliz jarayoniga qaratamiz. Suyuqlanmalar elektrolizda masalan sizga mobodo alyuminiy oksidini suyuqlanmasi elektroliz qilinsa nima bo'ladi desa, shunchaki parchalanishga o'xshab tasavvur qilsangiz bo'laveradi. Natriy xlorni suyuqlanmasi elektroliz qilinsa nima bo'ladi desa, natriy xlorni suyuqlanmasida natriy bilan xlorga ikkalasiga nima qilib qolaverar ekan elektrolizda? Katodga natriy, anodda xlor, alyuminiy oksidini suyuqlanmasi desa, katodga alyuminiy, anodda kislorod gazlarini hosil qilaverasizlar suyuqlanmalarda. Endi sizga chalg'itish uchun, misol bariy sulfatning elektrolizida nima bo'ladi? Katodda nima chiqadi, anodda nima chiqadi desa, bariy sulfat eritmasi bor ekanmi deysiz. Nimaga? Chunki bariy sulfat cho'kmadi. Kalsiy karbonatni eritmasini elektroliz qilsa nima bo'ladi desa, kalsiy karbonat ham cho'kmaydi-ku. Kumush xlorid desa ham, u ham cho'kmaydi-ku. Tushunasizlarmi? Endi qarangda. Demak, bundan xulosa chiqadiki, haligi gapimiz elektrolit eritmalarida elektr toki ta'sirida boradigan oksidlanish qaytarilish reaksiyasi elektroliz deyilganmidi? Shu yerdagi elektrolit so'ziga e'tibor qaratasiz. Bariy sulfat elektrolit emas-da. Tushunyapsizmi meni hozir nima deyotganligimizni? Kim elektroliz bo'ladi? U suyuqlanmami, eritmami deyotgan savol bo'lsa. Endi natriy sulfatning eritmasi bor, u elektrolit, lekin uni suyuqlanmasini elektroliz qilsa bo'ladimi desa, yo'q deysiz. Chunki natriy sulfat suyuqlanmasini ola olmaysiz, sababi uni qizdirganingizda u parchalanib ketib qoladi. Tushunyapsizmi? Kalsiy karbonatni suyuqlanmasini ola olmaysiz, u erimaydi birinchi sharti. Ikkinchi sharti uni suyuqlanma olaman desangiz, o'sha kalsiy oksid bilan karbonat parchalanib ketib qoladi. Yana elektrolit bo'lmagan moddalarimiz kimlar? Masalan, alyuminiy gidroksid. Suvda erimaydigan modda, uni ham elektroliz qilib bo'lmas ekanda demak. To'g'ri, alyuminiy gidroksidni siz suyuqlantiraman deb qizdirsangiz, u nima bo'lib ketar ekan? Parchalanib ketib qoladi. Kelishdikmi? Shu narsalar esdan chiqmasin. Elektrolit deganda demak suv eritmasi mavjud bo'lishligi kerak, elektr tokini o'tkazish kerak, uni suyuqlanmasi bo'lsa suyuqlanmasi bo'lish kerak, u ko'rinishda elektroliz qilasiz yoki eritmasi bo'lsa eritmasi ko'rinishida. Alyuminiy oksidini eritmasi yo'q, lekin uni suyuqlantirsangiz u suyuq holatga keladi, parchalanmasdan. Tushunasizmi? Alyuminiy bilan kislorodga parchalanishdan avval u alyuminiy oksidi ko'rinishida suyuq holatda bo'la oladi. Undan biz elektroliz qurilmasida elektr tok o'tkazganimizda katod va anodga parchalanishi mumkin bo'lar ekan. Tushunarlimi? Natriy xlorda ham shunaqa edi. Xo'p, endi o'z-o'zidan bizda elektroliz bo'lishi mumkin bo'lgan moddalarimizni ketyapmiz. Qarang. Masalan, ishqorlar. Kimlar edi ular? Ishqorlar. Ishqor deyilganda o'zi kimlarga nisbatan ishlatiladi? Birinchi, ikkinchi guruhning metallarining gidroksidlariga nisbatan. Ularda ham isключениyalar bor, ya'ni odatiy holdan tashqari holatlar bor. Kimlar? Masalan, berilliyni olishingiz mumkin. Magniy gidroksidlarni olishingiz mumkin. Bular kuchsiz gidroksid bo'lib qoladi deb. Tushunyapsizmi? Berilliy gidroksid birato'la amfoter gidroksid. Bular ishqor deb atalmaydi. Masalan, bariy gidroksidni ishqor deng. Stronsiy gidroksid ishqor bo'ladi. Litiy gidroksid, natriy gidroksidlar, kaliy gidroksidlar, stronsiy, seziy gidroksidlar, rubidiy gidroksidlarni nima deyish mumkin ekan? Ishqorlar. Mana bularni eritmasi mavjud, bularni eritmasini elektroliz qilish mumkin. Shuning uchun ishqorlar deb birinchi yozyapman. Endi kislotalar. Kislotalar ham elektroliz bo'lishi mumkinmi? Albatta, ular ham elektrolit. Nimaga elektrolit?
Chunki kislota eritmasi elektr tokini o'tkazadi-da. Meni gapimni tushunyapsizlar-a? To'g'ridan to'g'ri. Demak, kislotalar elektr tok o'tkazganligi uchun ular elektrolit deb atalar ekan. Ularni eritmalarini elektroliz qilishimiz mumkin ekan. Tushundingiz-a? Xo'p, endi uchinchisi elektroliz bo'ladigan moddalarimiz. Kimlar desa, tuzlarda endi o'z-o'zidan. Tuzlar. Tuzlar ham elektrolizga uchraydi. Endi qarangda, ishqorlar, kislotalar ikkalasini elektroliz jarayonlari o'ta darajada soddalashgan holatda. Elektroliz bo'lishi mumkin bo'lgan ishqorlarda ham, kislotalarda ham elektrolizga xuddiki faqat suv elektrolizga uchraydi. Siz xullas bunday narsani tushuninglar. Birorta bir kislota eritmasi elektroliz qilinsa, hech qachon kislotaning miqdorini o'zgartirmanglar. Kim o'zgarar ekan u eritmada? Faqat suvni o'zgartiringlar. Natriy gidroksid eritmasi misol uchun sizda mavjud bo'lsa, natriy gidroksid eritmasi 20% li eritma edi. Elektroliz qilganingizdan keyin 20% qaysi tarafga yuradi? Tepaga qarab yuradi. 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, 50% gacha ko'tarilib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Demak, natriy gidroksid eritmasida kim elektrolizga uchrar ekan? Suv. Agar misol uchun shuni o'rniga sulfat kislota eritmasi deb olsa-chi, unda ham faqat suvni olaverasizlar. Kislorodsiz kislotalarning elektroliz jarayonida endi o'sha kislorodsiz qoldiqni vodorod bilan birga chiqarasizlar endi. Ya'ni, misol uchun aytaylikki, xlor kislota eritmasi. Xlor kislota eritmasini elektroliz qilsangiz agar mabodo, demak, katodda vodorod chiqishi 100% ga aniq, anodda u yerda xlor chiqadi. Kislododsizlarda xuddiki o'z-o'zi parchalanib ketayotganga o'xshaydi. Tushunarlimi? Suv yo'q, qoladi aytda shundoqligicha u. Shuning uchun eng ahamiyatlisi bizda hozircha mana bu tuzlarning elektroliz jarayoni. Tushunyapsizmi? Endi qarang. Tuzlarning ham har xil turi bor. Bilasizlar, tuzlarda umuman buni formulasini yozadigan bo'lsak, metal bo'ladi, kislota qoldig'i bo'ladi, X, Y. Bu indekslari. U xohlagan tuzni oling. Misol uchun, nordon tuz deb oling, asosli tuz deb oling. Tushunyapsizmi? O'rta tuz deb oling, farqi yo'q. Metal bor, kislota qoldig'i bor. Endi shu tuzlar metali bo'lishi mumkin kuchli, metali bo'lishi mumkin kuchsiz. Tushunarli-a? Endi kislota qoldig'i ham bo'lishi mumkin endi bu yerda. Kuchli, kuchsizga emas bu yerda endi. Kislorodli va kislododsizga ajraladi. Tushunyapsizmi? Demak, metallar kuchli, kuchsizga, kuchli metallar qaysilar edi? Hozir aytyapmiz, birinchi, ikkinchidagilarni berilli, magniydan tashqarilarda olaveringlar. Litiy, kaliy, natriylar olasizlar-da, bariy, stronsiylar. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni ishqorlarni hosil qilayotgan metallar kuchli metallar hisoblanadi. Ularning ionlari ham nima ekan? Kuchli bo'ladi. Endi kuchsizlarchi desa, qolganlarda, masalan aytaylik, shu hozir aytgan, sanayotgan 7 ta 8 ta ionimizdan tashqari qolgan birorta metalni siz kuchli deb hisoblamaysiz. Masalan aytaylikki, temir ionlari bor bo'lsa, kuchsiz. Mis ionlari desa, kuchsiz. Nimaga? Ishqorlar tarkibiga kirmayapti-ku. To'g'rimi? Xo'p, o'rniga masalan mis ionlari desa-chi? Mis kuchsiz ion deb olavering. Kadmiy desa-chi? Kuchsiz deydi. Nikel, xrom, marganet kuchsiz hammasi. Tushunarlimi? Vo, ana endi mana ularda endi kislorodli, kislododsizlarni tushuntirishim ham shart emas sizlarga. To'g'rimi? Ketdi, boshladik. Birinchi tipda masalan. Birinchi tipdagi modda. Kelinglar mana kuchli metal olaylik va kislorodli kislota olaylik. Keyin kuchli metal olaylik, kislorodsiz olaylik.
Primerlarga misol uchun tushunyapsiz-a? Ketdik. Kuchlilarimizga misol uchun aytaylikki, mana natriyni kuchli deb hisoblayapmiz. Kislorodli kislotalarimizdan aytaylik, mana sulfat. Natriy sulfat, ikkinchisi natriy kislorodsiz xlor. Tushundingiz-a? Xo'p, ikkinchi kategoriya bo'yicha tip qilaylik endi. Qarang. Kuchsizlar bo'yicha qilaylik. Kuchsiz metal kislorodli kislota. Masalan, misk sulfat olsam bo'ladimi? Xo'p. Endi kuchsiz kislorodsiz olaylik. Mana. Endi agar siz shu 4 tala kategoriyadagi moddalarni elektroliz qilishni bilsangiz, bilingki, deyarli har qanday moddani elektroliz qila olasiz degan. Endi har qanday deb yormasak ham, deyarli sizga imtihonda tushishi mumkin bo'lgan savollarni deyarli barchasini shu qoidalar bo'yicha elektroliz qilish mumkin. Xo'p, ketdi, boshladik. Birinchisi natriy sulfat. Qarab turing jarayonda. Natriy sulfat bilasiz elektrolit. U ionlarga ajraydi mana. Natriy sulfat, mana bir qilib yozib qo'yaylik. Ionlar. Ikkita natriy ionlarini plus sulfat anionlarini hosil qiladi. Endi bu yerda natriy plus zaryadlangan zarrachami? Plus zaryadlangan zarracha plus qaytib kimga boradi? Katodga boradi. Katodda nima bo'ladi? Katodda qaytarilish jarayoni bo'ladi. Ketdi. Ikkita natriy plus katodda qaytarilish bo'lsa, bunda ortiqcha elektron ikkitasida ikkita elektron beradimi endi o'z-o'zidan? Bitta natriyni bitta elektron yetishmayapti, bizda ikkita natriy bor-ku. 1 mol natriy sulfatdan ikkita natriy chiqadimi axir? Ikkita uchun qarang, ikkita elektron berib, uni natriy atomiga aylantiryapmiz. Endi aytinglar, natriy holatida eritmani tarkibida, ya'ni yonida suv turgan holatda turishi mumkinmi? Natriy o'rtoqlar suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishadigan modda hisoblanadi. Tushundingiz-a? Shuning uchun shu zahoti hosil bo'lgan natriy suv bilan reaksiyaga kirishib, natriy gidroksidni va vodorod gazini ajratib chiqaradi. Demak, xulosa o'sha tayyor turibdi sizda. Natriy sulfat eritmasida katodda nima chiqar ekan? Katodda nima chiqar ekan? Vodorod gazi chiqar ekan. Yo boshqa birorta narsa chiqdimi ajralib? Yo'q. Natriy gidroksid gaz bo'lib chiqib ketolmaydi, u eritmada qoladi u. Katodda kim chiqdi? Vodorod chiqdi. Endi ketdi, anodda bo'la turgan jarayonni ko'rib chiqyapmiz. Anodda bo'ladigan jarayon sulfat. O'rtoqlar, kislorodli kislotalarimiz kuchli kislotalar bo'lganligi uchun elektroliz jarayonida ular oksidlanmaydi. Qaytarib aytayapman, kuchli kislorodli kislotalar, kuchli kislota qoldiqlari oksidlanmaydi anodda. Tushunarlimi? Ularni o'rniga kim oksidlanadi unda? Ularni o'rniga suv molekulasidan hosil bo'lgan mana bu OH ionlari oksidlanadi. Men OH ni qayerdan olaman desa, o'zi aslida mana bunday jarayon bo'ladi. Suvni parchalanishidan hosil bo'lgan vodorod ionlari, masalan, mana shunday qilib hisoblaydigan bo'lsangiz, xo'p. Shu yerda mana gidroksoniy kationi hosil bo'lib, endi suvni mana suv ikkala ionni hosil qilsa, bitta vodorodni suv molekulasi o'ziga biriktirib olsa, kim qolib ketadi mana yana? OH qolib ketyaptimi? Tushunyapsizlar-a? Mana OH qolyaptimi axir? Endi mana shu OHlar anodga borib oksidlanadi. Endi 4 ta OH anodga borsa, undan 4 ta elektron olingandan keyin 2 dona suv molekulasi bilan bitta kislorod molekulasi ajralib chiqib ketadi. Ko'ryapsizmi? Demak, anodda kim chiqar ekan bularda? Kislorod chiqar ekan. Endi xulosa qilsak, natriy sulfat eritmasida katodda vodorod, anodda kislorod chiqadi. Endi bu keyinchalik yana qonuniyatlar bilan isbotlangan narsa-ku, lekin mana shu yerda aytaylikki, agar
2 litr vodorod gaz ajralib chiqsa, 1 litr kislorod gaz ajralib chiqqan. Bu tajribada isbotlangan. Chunki nimaga desa, ularni ikkalasini ham ekvivalent hajmlari xuddiki 2 ga 1 nisbatda bo'ladi. Nimaga? Vodorodning ekvivalent hajmi 11,2 litr, kislorodniki 5,6 litrda. 11,2 ga 5,6 qarang. Xuddiki 2 litrga 1 litr nisbat shunday holda saqlanib qoladi. Endi yakuniy xulosa qiladigan bo'lsangiz, shundayki, vodorod bilan kislorod ekvivalent nisbatda hosil bo'lganligi uchun siz natriy sulfat eritmasida xuddi kislotalar bilan ishqorlarda eritmasini elektroliz qilganingizda nima bo'ladi? Faqat suv elektroliz bo'ladimi? Bunda ham xuddiki suv elektroliz bo'lib qolaveradi. Tushunasizlar-a? Faqat mana natriy sulfatda ham deyarli suvda elektroliz qilinglar, tamom. Boshqa gap yo'q. Kelishdikmi? Bo'ldi. Ana endi ikkinchi jarayon. Natriy xlor. Natriyni nima bo'lishini bilasizlar. Mana men aka natriy xlor bo'lsa, natriy ionlari plus xlorid anionlari hosil bo'ladi, mana anion. To'g'rimi? Natriyda mana bu jarayon bo'laveradi. Men to'g'ridan to'g'ri xlornikini aytyapman shuning uchun. Endi qarang. Xlor minus elektr toki bunda bor bo'lgan ortiqcha elektronni o'zi olib qo'yadi mana. Olib qo'ysa xlorga aylanadi. Xlor molekulyar holatda bo'lishi shart, shuning uchun 2 qo'yib qo'yapman, makka ham 2 qo'yib qo'yaman. Makka 2 qo'ysam, bu ham 2 bo'ladi, bu ham 2 qo'yadi. Tenglayapman xolos. Tushundingizmi? Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xlor molekulasi hosil bo'ladi. Xlor molekulasi suv bilan reaksiyaga kirishmaydi-ku. Shuning uchun anodda kim chiqadi? Xlorni o'zi chiqadi. Demak, natriy xlorid eritmasi elektroliz qilinsa, katodga vodorod chiqar ekan, nimani hisobiga? Mashhur reaksiyani hisobiga. Katodda vodorod, anodda kim chiqar ekan? Xlorni o'zi chiqar ekan, u suv bilan reaksiyaga kirishmaganligi uchun chiqadi. Tushunarlimi? Ana, demak, uni molekulyar tenglamasini yozish mumkin. Qarang, natriy xlor plus suv deb yozasizda, hosil bo'lyapti bu yerda mana. Natriy gidroksid hosil bo'lyapti. Plus katodda vodorod chiqyapti. Plus anodda xlor chiqyapti. Tushunarlimi? Katodda vodorod, anodda kim chiqyapti ekan? Xlor gazlari ajralib chiqyapti. Kim tushunmadi? Hamma tushunyaptimi? Savollar? Yo'q-a? Demak, natriy xlor bilan suv reaksiyaga kirishib bularni hosil qilyapti ekan degan tushuncha bo'lmasin. Natriy bilan xlorda ajralgan ionlaridan natriy qaytarilganda natriy atomiga aylanib qolib, u suv bilan reaksiyaga kirishyapti, shuning uchun yozilyapti bu suv. U xlor uchun sarf bo'lmayapti bu suv. Kim uchun sarf bo'lyapti? Natriyni o'zi uchun sarf bo'lyapti, ioni uchun ham emas. Tushunyapsizlar-a? Demak, natriy gidroksid eritmada hosil bo'lyapti mana. Vodorod chiqyapti katodda mana. Xlor ajralib chiqyapti, xlor suv bilan reaksiyaga kirishmaganligi uchun anodda mana. Tushunarlimi? Endi reaksiyasini tenglab qo'yishingiz ham mumkin. Mana bu yerga 2 qo'ysangiz, bu yerga ham 2 qo'yasiz. 4 ta vodorod bo'lgan bo'lsa, bu yerga ham 2 qo'yib qo'yasiz mana. Tushunarli-a hammaga? Yaxshi. Ana bu kuchlilarni elektroliz jarayoni. Endi navbat kuchsizlarnikiga o'tadi. Xo'p, endigi navbat hali yana ikkita moddamiz bor edi. Bittasi miski sulfat, bittasi miski xlorid. Ketdi. Ikkalasini alohida ko'rib chiqamiz. Ketdi, qarang. Miski sulfat eritmasi ionlarga ajrasa, 2+ bilan sulfat anionlarini hosil qiladi. Ko'rdik-a? Bu yerda bizga qaysi ionni elektroliz jarayoni nimaroq bizga? Nima desa bo'ladi? Yangilik bo'ladi. Mana uni ko'rib oldik. Sulfatda nima bo'lishini. Misnikida to'g'rimi? Ketdi. Charos uyg'oqmisiz? Mana necha? Ana ajratsam sanayapti. Xo'p. Xo'p. Mis ionlari. Bunda 2 ta elektron
yetishmayapti. Shu ikkita elektronni nima qiladi elektr toki bersa, mis mana bunday aylanadi. Mis suv bilan reaksiyaga kirishmaydi o'rtoqlar. Haligi tushirilgan ikkita klemmamiz bor-ku, ana shu klemmani katodni o'ziga yopishgan holatda qoladi ana shu yerda. Mis natriyga o'xshab suvni yaxshi ko'radigan element emas. Tushundingizmi? Demak, ana shu yerda nima qilar ekan u? Qoladi. Katodga yopishganicha qoladi. Hech narsa bo'lmaydi boshqa. Endi sulfat chilsa, sulfat kimni yuborib o'rniga kimni chiqarib yuboradi? OH'ni. Ha? Demak, sulfat o'zi kuchli bo'lgancha OH'ni jo'natadi. OH oksidlansa, suv bilan kislorod chiqadi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, mis 2 sulfat eritmasi elektrolizi bo'lsa, suv kerak bo'lar ekanmi? Mis 2 sulfat eritmasi uchun suv kerakmi? Suv kerak. Elektroliz jarayonida suvni OH'lari oksidlanadi-da, shuning uchun kerak. Misga kerak emas, sulfatga kerak. Sulfatni o'rniga anodga OH boradi-da, shuning uchun kerak. Tushunarlimi? Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, ikkalasining reaksiyasidan katodga mis chiqar ekan, anodda kim chiqar ekan? Kislorod chiqar ekan. Bu kislorod kimdan chiqdi? OH'dan. OH kimdan hosil bo'lgan edi? Suvdan xullas. Plus eritmada sulfaksida qolaveradi. Tushunarlimi yo'qmi? Shunda hamma. Demak, reaksiyasini tenglab qo'yishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qilasiz? Hop. Maka 2 qo'yaylik. Maka ham 2 qo'ysak, bo'ldi. Tushunarlimi? Mana bu elektroliz jarayonining molekulyar tenglamasi. Savollar? Yo'g'a, endigi navbat mis xloridga ketyapti. Mis xlorid, mis plus. Buni ko'rish shart emas endi. Chunki biz misni ham ko'rdik nima bo'lishini. Katodga mis chiqar ekan, anodga nima chiqadi? Xlor. Eritmada faqat suv qolaveradi xolos. Agar mis xlorid tugasa, eritma kimni elektroliz qilishni boshlaydi? Tok kimni elektroliz qilishni boshlaydi? Suvni elektroliz qiladi. Suv elektroliz bo'lsa, katodga vodorod, anodga kislorod chiqaveradi. Tushunarli hammaga? Xo'p, qaysi modda qanaqa elektroliz bo'lish jarayoni kimda tushunarsiz bo'lyapti, aytsin. Azbek, agar bizga kumush nitrat eritmasi berilgan bo'lsa, ayt. Katodga nima chiqadi, anodga nima chiqadi? Katodgachi? Kumushni o'zi chiqadi. To'g'ri. Kumush chiqadi, anodda kislorod chiqadi. Eritmada kim qoladi? Hidroksidlarning o'zi qolaveradi. Yaxshi. Sizga savol. Sizga savol. Xo'p. Sizga berilyapti natriy nitrat bersin. Mana boringki. Natriy nitrat eritmasi elektroliz qilinsa nima bo'ladi? Katodda vodorod chiqadi, anodda to'pa-to'g'ri. Eritmada nima qoladi? Katodga vodorod chiqar ekan, anodga kislorod chiqar ekan. Natriy nitrat o'zligicha qolaveradi. Shunday deylar. Xo'p, masalan aytaylikki, kimga? Sizga. Qarang. Sizga berilayotgan moddamiz kim bo'lsin? Xo'p. Mana, kumush xlorid nima chiqadi? Katodga nima chiqadi? Kumushni o'zi chiqadi. Xo'p, anodgachi? Xlor chiqadi. Qovun. Oshqovoq. Metalda nima bo'ladi? Katodga nima chiqadi, anodga nima chiqadi? Hop. Shunchalik ham qovun bo'ladi. Muhammad aytchi. Cho'kma ekani va ana to'g'ri aytayapti. Kumush xlorid cho'kma o'rtoqlar, suvda erimaydigan modda bu. Qaqa chiqadi? Bu eritma emas-ku, bu idish tagida cho'kma bo'lib turibdi-ku. Hech narsa bo'lmaydi.
Agar kumush klorид eritmasini elektroliz qilaman degan odam birinchidan ahmoq bo'ladi. Eritmasini elektroliz qilaman degani. Agar qilmoqchi bo'lsa ham iloji yo'q. U suvda elektroliz qiladi xolos faqat. Chunki u idish tagiga nima bo'lib qolar ekan pastga? Cho'kma bo'lib tushib qoladi. Tushundilaringizmi? Vo, siz shu narsalarga juda ham hushyor bo'lishingiz kerak bo'lar ekan. Savollar? Yo'q hech kimda. Ana endi elektroliz jarayonining haqiqiy miqdoriy hisob-kitoblari bor. Bizda Faraday degan odamni eshitganmisizlar? Ha? Faraday bu aslida fizik bo'lgan. Ya'ni elektroliz jarayonlari aslida fizikaning qonuniyatlariga asoslangan holatda bo'ladi. Ya'ni fizikani ham, kimiyani ham demoqchiman. Endi men sizga tushuntirishga harakat qilaman maksimal. Bitta elektronning zaryadi nechaga teng edi? Zaryad belgisi bilasizlar, Q harfi bilan belgilanadi. Bitta elektronning zaryadi nechaga teng? Demak, 1,6 10 darajasi -19 kulonga teng. To'g'rimi? Agar 1 mol elektronning zaryadichi desa, 1 mol elektronning zaryadini topish uchun siz 1 molimiz bizda 6,02 10 darajasi 23 ta zarracha deb hisoblanarmidi? To'g'ri. Demak, 6,02 10 darajasi 23 ni ko'paytiraman. Bitta elektronning zaryadiga ko'paytirsam, bu yerda o'rtoqlar mana bundan keyin ham sonlar bor, mana bu yerdan keyin ham sonlar bor. Siz abituriyentlar uchun 96500 kulon degan son chiqadi. Buni kim aniqladi? Faraday aniqladi. Agar moddalardan 96500 kulon tok o'tkazilsa, ularning ekvivalent miqdorlari elektrolizga uchraydi yoki ekvivalent miqdorda mahsulotlar hosil bo'ladi. Yana qaytaraymi? Agar 96500 kulon tok bilan istalgan moddani eritmasi bo'ladimi? Agar suyuqlanmasi bor bo'lsa, suyuqlanmasi bo'ladimi? Farqi yo'q. Elektroliz qilsangiz, elektrolizga uchrayotgan moddaning miqdori uning ekvivalent miqdoriga teng bo'ladi. Elektrolizdan hosil bo'lgan mahsulotlarning miqdori ham ekvivalent miqdorda bo'ladi. Demak, tokni 96500 kulon tok moddalarning ekvivalent miqdoriga qanaqa ekan? Proporsional ekan. Agar tokni miqdorini 2 baravarga oshirsam, mana bu miqdorlar ham ortib boraveradi. Xuddiki 1 kilo go'shtning narxi 90 ming bo'lsa, 2 kilosi 180 ming. Kilo oshsa pul ham oshyapti-ku. Proporsional, to'g'ri proporsional ketyapti bu yerda. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Tushunarli-a? Xuddi shunday qilib tushunishingiz kerak. Ana endi masalan, suv masalasida oladigan bo'lsak, bir 96500 kulon tok o'tkazdim. Suvni qanchasi elektrolizga uchraydi? Uning uchun siz ekvivalent mavzusini ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak. Suvning ekvivalent massasi nechaga teng? 9 ga teng. Demak, 96500 kulon bilan men 9 gram suvni elektroliz qila olaman. Xo'p, elektroliz natijasida kim chiqadi? Vodorod bilan kislorodlar chiqadimi? Xo'p, vodorod bilan kislorodning ekvivalent miqdorlari qancha? Agar gramda olaman desangiz, 1 gramga 8 gram. Agar litrda olaman desangiz, 11,2 litrga 5,6 litr. Ekvimol miqdorda olaman desamchi, 0,5 molga 0,25 mol. Xohlagan, men shuncha aytayapmanki, qoidada bitta qiymat aytmayapman. Ekvivalent miqdorlarda mahsulot hosil bo'ladi degan gap aytdim. Tushundingiz-a? Vot. Ana endi davom ettiryapmiz. Mana bu ko'rib chiqqan moddalarimizda ham hammasida shu qonuniyatlar amal qiladi. Endi Faradayning hurmatidan 96500 kulon tokni 1 farad degan so'z bilan ifodalashib oldi. Xuddiki tokni moli bu. Tushunarlimi? Demak, va shu qiymatdan NF deb belgilab olyapmiz. Faraday soni nechaga teng ekan? 96500 kulonga teng bo'ladi. Ya'ni 96500 o'zini yozaveraylik mana bu.
Chunki uni minut, sekundlarda o'zgarishi bor vaqtga qarab. Tushundilaringizmi? Savollar. Hamma tushunda. Xullas kalom 96500 kulon bu 1 farad deb ataladi. Faraday soni 96500 kulon bo'ldi. Endi men mana shu yerdan tokni molini n harfi bilan belgilayveraylikmi? Mana n tokni moli bo'lganligi uchun f belgisini qo'yib olyapman. Qarang. Uning uchun qanday qilaman desa, xo'p, o'sha eritmadan o'tgan tokni kulonini Faraday soniga bo'lishim kerak bo'ladi. Mana bu formula necha farad tok o'tkazilganligini bildirib beradi bizga. Bildingizki, misol uchun 96500 kulon tok o'tkazsangiz, 96500 ga bo'lsangiz necha chiqadi? 1 faradda mana bu bilan bir xil bo'ladimi? 1 farad tok suvga o'tkazsam 9 grammi, 1 farad tok istalgan moddadan o'tkazgan xullas, uning ekvivalent miqdori nima bo'laverar ekan? Elektroliz bo'ladi, agar elektroliz bo'ladigan modda bo'lsa. Kelishdikmi? Ana, endi qarang. Fizikada mavjudki, mana bu kulon, bu zaryad miqdori deyiladi. Nima deyilar ekan? Zaryad miqdori. Birligi kulon ekan. Endi zaryad miqdorini hisoblash uchun tok kuchini vaqtga ko'paytirilgani degan formula kelib chiqqan. Nima ekan bu? Tok kuchini vaqtga ko'paytirilgani. Ya'ni Qni I ko'paytiruv T qilib hisoblaymiz. Tushunyapsizmi? Endi mana bu tok kuchini, mana tok kuchi deb qo'yaylik. Tok kuchini birligi amper bo'ladi. O'lchaydigan apparatning nomi ampermetr deyiladi. Kulonni o'lchaydigan apparatning nomi kulometr deyiladi. Voltda o'lchaydigan bo'lsa kuchlanishdi. Voltmetr deyiladi. Bizga u kerak emas hozircha. Mana tok kuchi nima ekan? Amper. A belgisi bilan yoziladi. A, katta A bilan. Endi vaqt masalasini bilasizlar. Bo'lishi mumkin u sekund, soat, minut, sutka va hokazo. Vaqt yozmay qo'yaverayda, ovora bo'lib. Vaqt bilmaydiganlar yo'q bo'lsa kerak ichimizda. Endi shundan kelib chiqib, mana bu yerda yangi formula ixtiro qilishimiz mumkin. Tokni faradini aniqlash uchun, ya'ni molini aniqlash uchun Qni o'rniga mana bu Qni o'rniga mana buni qo'ysam bo'ladi. Demak, I ko'paytiruv T bo'lamiz Faraday soniga. Endi o'z-o'zidan tokni miqdori o'tkazgichdan o'tayotgan tokni miqdori vaqt bilan bog'liqligi aniqlandi. Bu formulani vazifasi nima edi desa, bu formulani vazifasi shundayki, tok kuchini ko'paytirish hisobiga elektroliz jarayonining vaqtini qisqartirish mumkinligini bilib qolgan. Agar elektroliz bo'layotgan moddani konkret massasini topmoqchi bo'lsangiz, uning uchun nima qilasiz? Yana shu formula I ni ko'paytirasiz T ga, Faraday soniga bo'lasiz. Chiqqan rezultatni o'sha moddani ekvivalent massasiga ko'paytirib qo'yasiz. Grammi chiqib qolaveradi. Shunga ko'paytirib bunga bo'lodingiz 0.5 farad deb chiqayotgan bo'lsa, 0.5 farad kim elektroliz qilinadi? Manami? Buni ekvivalenti nechi? 80 mi? 80 ga ko'paytiring, 40 gram elektroliz bo'laturgan bu qolaveradi. Rezultatda nima chiqadi? Mis chiqadimi katodga? Uni ekvivalenti qancha? 32 gram. Yarim farad tok o'tsa qancha chiqadi? 16 gram. Kislorod 1 farad tok o'tsa qancha chiqardi? 8 gram. Yarim farad o'tgan bo'lsa-chi? 4 gram. Tushunarlimi? Chiqayotgan mahsulotlarda ham elektrolizga uchilaturgan moddalarda ham miqdorlari ekvivalentga to'ppa-to'g'ri mos tushaveradi. Faradga ham mos tushaveradi. Savollar? Yo'qmi hech kimda? Endi savollar menda bo'ladi-da sizlarga. Faqat hozir emas, keyingi darslarimizda.